Salom do'stlar, bugungi videomiz mana shu dollarlik sayt haqida bo'ladi. Bu yerda VIPlar narxlari yozilgan va pastda mana yana bir qator ma'lumotlar bor. Ko'p o'tirmasdan videoni boshlayman. Shu sababdan mana shu Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanal manzili esa kommentariyada bo'ladi va bir qator guruhlar manzili ham kommentariya bo'ladi. Demak, saytga kirib olamiz. Oldin siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda email orqali, xohlasangiz bu yoqni bosib telefon raqam orqali ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Eng qulayi mana shu Gmail orqali kirgan yaxshi. Demak, bu yerga Gmail akkauntni kiritasiz. Bu yerga ikkitasiga bir xil parol kiritasiz va register tugmasini bosib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Bu yerda mana shu ustiga bosadigan bo'lsangiz, Telegram kanali va sayt admini ham mavjud. Qachon ochilganligini esa Telegram kanalda ko'rishingiz mumkin. Men esa o'z hisobimga kirib videoni davom ettiraman. Yana bitta eslatma, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh do'stlar, men o'z hisobimga kirib oldim. Bu yerda sayt ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda tilni o'zgartirishingiz mumkin. Bu yerda xabarlar bo'limi mavjud. Demak, bu yerda pul kiritish, pul chiqarish, qandaydir yangiliklar, jamoa bo'limi, bu yerda ham bu yerda referral havolasini olishingiz mumkin. Bu yerda agent bo'limi, bu yerda esa yangiliklar bor. Bu yerda qandaydir bir bo'lim bor xullas. Demak, birinchi pul kiritishni ko'rib chiqamiz. Mana shu rechargini ustiga bosamiz. Mana shularni xohlagan biridan pul kiritishingiz mumkin. Bularning barchasi Binance'da mavjud yoki Bitgetda ham mavjud bo'lishi mumkin. Misol uchun BEP20 ni ustiga bosamiz. Bizga mana havola beradi. Xohlasangiz mana shuni ustiga bosib musolab olishingiz mumkin. Bu yerda qanday pul kiritish haqida ham yozib qoldirilgan. Tarjima qilib tanishib chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz mana shu skaner orqali ham pul kiritishingiz mumkin. Demak, mana shu ustiga bosadigan bo'lsak, qandaydir ma'lumotlar bor. Bu yerda jamoa bo'limi. Hozir menda hech qanaqa jamoa yo'q. Bu yerda darajalar ham mavjud. Mana shu ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda mana hech qanaqa jamoa yo'q. Va bu yerda ham qandaydir bo'lim, mana shu investni ustiga bosadigan bo'lsak, bizga havola beradi. Mana shu havolani ustiga bosib do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Pastroqda mana birinchi darajali referal uchun 14%, ikkinchi darajali referal uchun 3% va uchinchi darajali referal uchun 1% dan bonus beradi. Bu yerda ham nechta odam chaqirganingizni ko'rishingiz mumkin, ya'ni jamoa bo'limi mavjud. Xo'sh, yana asosiy bo'limga qaytamiz va bu yerda ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Demak, bu yerda bo'limlarni tanishtirib o'tdim. Bu yerda yangiliklar bo'limi, bu yerda bizni balansimiz turadi. Men pul kiritib qo'yganman. Mana ko'rib turganingizdek $10 sarmoya qildim. Hozirgi kunda $10 120 ming atrofida do'stlar. Dollar narxi biroz tushgan. Xo'sh, bu yerda endi yana bu yoqni aytib o'tib ketaman. Pastroqda mana shunaqa hamyonlar chiqib turar ekan. Bu yerga kim qancha pul chiqargani menimcha. Bu yerda mana shu baraban ham bor ekan. Ustiga bosib bir marta aylantirishimiz mumkin. Xo'sh, kutamiz qancha pul tushar ekan. 10 sent tushdi. Yomon emas. Xo'sh, endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu yerda VIP darajalar mana ko'rib turganingizdek. Bu yerda mana bot deb yozilgan. Men bot birini sotib oldim $10 ga. Men hisobimda $10 10 sent mavjud. Hozirgi 10 sent bilan qo'shganda bu yerda startni bossam men pulimni olishim, ya'ni vazifani bajarib pulni o'z, ya'ni chiqarib oladigan hamyonga qo'shishim mumkin. Demak, bot birini narxi $10. Bu yerda 12 kun davomida ishlar ekan. 13.40%. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni bu yerda mana $10 dan $100 gacha ekan VIP birini narxi, ya'ni bot birini narxi. Demak, bot 2 ni narxi $100 ekan. 14.40% dan bonus berar ekan. Bu 90 kun davomida ishlar ekan. Bu yerda bot 3 ni narxi $300. Bu 14.90 dan 15.10% gacha bonus beradi. Bu ham 90 kun davomida ishlar ekan do'stlar. Ko'rib turganingizdek, hozir mana eng qulayi bizga mana shu bot 1. Qolgan botlar bilan o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda bot 10 gacha bor ekan. Demak, vazifani bajarish startni bosamiz va biroz kutamiz. Mana vazifa bajarilmoqda.
$10 evaziga bizga kuniga qancha berar ekan, hozir buni ham ko'ramiz. Demak, mana $1 36 sent berdi, sal kam 37 sent, juda ham ajoyib. Demak, biz har kuni $1 36 sent yechib olishimiz mumkin ekan. Demak, vazifani bajardik. 24 soatdan keyin yana vazifa bajarishimiz mumkin. Xo'sh, bu yerda endi 4-bo'limga o'tamiz. Bu yerda meni hisobim, ya'ni $1 46 sent yechib olish uchun bu yerda qolgan $10 esa, ya'ni men kiritgan pul miqdori bu yerda mana shu yechib olish uchun $1 36 sentni yechib olishimiz mumkin ekan. Barabandan tushgan pulni yechib olishning iloji yo'q ekan. Va pastda ham bir qator bo'limlar bor. Bu yerda transfer, xohlasangiz yechib olmoqchi bo'lgan pullarni yig'ib yana qaytadan VIP sotib olishingiz mumkin. Va bu yerlarda statistika bo'limlari ham bor. Demak, endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Asosiy bo'limga o'tamiz. Bu yerda ham mana VIPlar rasmda ko'rsatilib o'tilgan. Demak, withdraftni ustiga bosamiz. Bu yerga parol kiritishimiz kerak. Saytda ro'yxatdan o'tgan parolni kiritamiz. Va parolni kiritdim. Confirm ustiga bosamiz. Xo'sh do'stlar, bu yerda mana BEP 20 va TRK20 ga pul chiqarib olishimiz mumkin ekan. Biz albatta BEP 20 ga chiqaramiz, sababi hech qanaqa komissiya yo'q. Ko'rib turganingizdek, minimal chiqarish bu yerda $1 ekan. Bu yerga adresni kiritamiz, ya'ni BEP 20 adresini kiritamiz. Bu yerga pul miqdorini va bu yerga saytda ro'yxatdan o'tgan parolni kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozir hammasini kiritib bo'lib, keyin videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, hammasini kiritib bo'ldim. Confirm ustiga bosamiz. Va withdraw success deyapti, ya'ni pullar chiqib ketdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana $1 36 sent chiqarishga qo'ydik. Endi Binance ga kirib ko'ramiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek $1 36 sent pulimiz kelib tushdi. Bu yerda mana vaqti, soati, sanasi hammasi bor. Demak, sayt 100% da pullar 1 daqiqaga yetmasdan kelib tushar ekan. Demak, super platforma. Platforma manzili esa Telegram kanalda va opitsaniyada bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Qolgan barcha ma'lumotlar esa Telegram kanalda mavjud.